Yaxshi, stadion tozalab qo'yishibdi. Молодец, ketdi. Tosh yog'ishi уже atmen bo'ldi-yu, ob-havo yaxshi. Давайте bolalar. Bitta gol uringlar, o'zim olib chiqib olaman. Bitta ur, o'zim ajratib olaman. Bitta ur. Oh, top bizda. Tennis top bizda. Oh. Voy, tosh yog'yapti. Tezroq, sizlardan ko'p narsa so'ramayapman. Bir dona gol so'rayapman, xolos. Akalar, bitta gol urib bersanglar, o'yin to'xtataman. Uring endi. Oh, ko'ti bilan tepdi. Urolmadi. O'ynagiz kelmayaptimi? Nima qilyapsiz, brat, bu yerda? Ha, poylayapman deng. Offside bilmayman. Mana shu yerda turib turing aka. Mana shu yerda turib turing. To'p keladi-yu, shunga chiqib urib qo'yasiz. Bilarammi? Xolosingiz mana bu varatalni ishtondan tortib bering. O'ta qiziq emas bizga. Va tosh yog'ib, mana bu poylana qaranglar, tosh olib ketdi hamma yo'qi. Yaxshi, boshimizga tushmayapti. Давайте. Давай, bolalar, давай teping. Gol! Enasini emsin bu gol. Tiqib verdik. Ammo og'zimdan boshimga tushyapti hozir. Chota meteorit yog'ayotgani sababli o'yin to'xtatiladi mana shu yerda. 99-minut. Minuta bo'ldi. 1-0. Braziliya alamli yutqizdi.